hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqətinizə sunumuz. Gollandiya parlamentining millat vakili Dek partiyasidan Stefan Van Barli vatanimizning nomini Şinjan deb atamay Şərq Türkistan deb atashni talab qilgan taklifni 9 fevral kuni majlisga sungan. Millat vakili Van Barlining Şinjanning o'rniga Şərq Türkistan nomini ishlatish haqidagi tashabbusi nomli taklifda Şərq Türkistanga Xitoy tarafidan berilgan Şinjan degan nomning Xitoyning Uyg'urlarning kimligini yo'qotish uchun xizmat qiladigan ishg'ol nomini bildiradigan belgi ekanligini aytgan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 13 fevral kuni axborot e'lon qilib, rahmat aytish bilan birga dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar organlarga qo'ygan taklifini bayon qilib, axborot e'lon qilib mundaq dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Gollandiya millat vakili Stefan Van Berlinning 2025 yılı 4 ayının 9 günü Gollandiya Avam Palatasida Şərq Türkistan haqidagi bir taklifni o'tirg'a qo'yganligini qizg'in qarshi oladi va Gollandiya hukumatini ishg'ol qilingan davlat Şərq Türkistanni Şinjan deb atamay Şərq Türkistan deb atashga chaqiriq qiladi. Bu taklif mustamlika nom Şinjanni Beyjingning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning haqiqiy milliy kimligini yo'qotish uchun yo'l qo'ygan mustamlika atalg'usi deb aniq tasvirlab, yerlik aholining ko'pinchisining uni rad qilganligini isbotlaydi. Bu Xitoyning mustamlikachilik bayonlariga qarshi turish va Sharq Turkistonning milliy kimligini muayyanlashtirishdagi dadil va zarur qadam. U mustamlikachi hokimiyatlarga sen tarixni qayta yozolmaysan, millatlarning nomini xohlagancha o'zgartirolmaysan, irqiy qirg'inchilik qilsang jazosini cho'qim tortasan degan uchurni berdi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Van Berlinning prinsipal rəhbərligini təqdirlaydi və Gollandiya parlamentidən Şərq Türkistanğa aloqador bu təklifni ma'qulluqdan o'tkazishni talab qiladi. Mustamlika atalğını rədd qilib, Şərq Türkistan atalğısını qəbul qilish işğaliyat ostidagi davlat bilan hamkorlashdagi muhim harakat. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtəmin Əli Əpəndi dünya Şərq Türkistan məsələsiga önünü çıxarmagan ahvalda Gollandiya parlamenti yüksek əxlaq və siyasi cəsarət göstərdi. Bu faqat bir ismli emas, balki bir millat, bir xalq və ularning mavjudluğu haqqının tarixi bir e'tirofidir. Adolatni qo'g'dayman deb da'vo qilgan har bir hukumat buningga ergashishi kerak dedi. Şərq Türkistan azaldan Xitoyning bir partisi bo'lib boqmadi. U Xitoyning bir partisimi ham emas. 20 asrda ikki qatim 1933 yılı 12 noyabr ve 1944 yılı 12 noyabr günü müstakilligini jakarladı. Xitoy Kompartiyasi Şərq Türkistan'a 1949 yılı 10 ayının 12 günü təcavüz qilib, 1949 yılı 12 ayının 22 günü Şərq Türkistan Cumhuriyetini ağdırıp taşladı. Shuningdan keyin Xitoy Kompartiyasi Şərq Türkistanni ishg'ol qilib olib, Şərq Türkistanning yerlik asli xalqining kimligini buzg'unchilik uchirtish uchun mustamlika va chekidan oshgan irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Qalaymaqon tutqun qilib so'lab qo'yish, majburiy tug'mas qilib etish, qul amgikiga selish, diniy makonlarni buzg'unchilikqa uchirtish, organlarini sug'urib olish Xitoyning Şərq Türkistanni qonunsiz ishg'ol qilib olganligining natijasi. Bu hargizmi ichki masala bo'lmasdan, balki xalqarалық masala va dunyoviy axloqiy krizis. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudayar hər qaysı hökumətlər işğal ma'nosini bildirdigan atalğı Şinjanni qo'llanib, Xitoyning Şərq Türkistanğa bo'lgan mustamlikasi və irqiy qirg'inchiligiga yordam beryapti. Dunyo cho'qim Şərq Türkistan deb atashi və Şərq Türkistanni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishi lozim. Bunda qilmaganda eng bo'lmagandimi bu Xitoyning vatanimizga, xalqimizga va mavjudligimizga qarshi turishiga o'rtaq bo'lgan bo'ladi dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti barlıq demokratik dövlət hökumətlərini, xalqara təşkilatlarını və quruluşlarını dərhal tutuş qılıb, konkret hərəkət qo'llanishga chaqirdi. Bunun üçün birinchidən Xitoy Kompartiyasi qo'ygan ishg'ol ma'nosida keladigan Şinjan degan nomning o'rniga to'g'ri nom Şərq Türkistanni tunib, har qanday rasmiy munosabatlarda qo'llanish. Ikkinchidan Şərq Türkistanni Xitoyning harbiy va siyosiy ishg'oliyati ostidagi ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish. Eng oxirida mustamlikani oxirlashtirish va xalqaro qonunlarga asosan Şərq Türkistan xalqining milliy mustaqilligi va tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llashi kerak. Xalqaro jamiyat irqiy qirg'inchilikchi bir hokimiyatning tili bilan mustamliksizlashtirish va adolatni yo'qolganligining gapini qila olmaydi. Şərq Türkistan xalqi adolat va erkinlikni talab qiladi. Ular 70 yildan ortiq vaqtdan beri rad qilindi.
Dunyoning biz uchun o'rnidan dast turadigan vaqti keldi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish davosining barliq jarayonini Sharqi Turkiston hech bir vaqt Xitoyning bir parchasi bo'lib boqmadi. Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish olg'a qarab mangadigan birdan bir yo'l nomli kitobda tasvirladi. Nashr Sharqi Turkistonning uzun yillardan beri davlat bo'lish tarixini hujjatlashtirgan bo'lib, 1949 yildan buyon Xitoyning qonunsiz ishg'oliyati va mustamlikasini davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni oshkorlab, keng isbot bilan ta'minladi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati har qaysi hukumatlar, organlar va dunyodagi munosabatlik taraflarni ahamiyatli siyosat, adolat, strategik inkas uchun bir asos sifatida bu xizmatga qatnashishga chaqiramiz dedi. Xitoyning yuqori darajalik bexatarlik katibashi, Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi, Xitoyning qonun ijro qilish organlariga mas'ul Markaziy siyosiy va qonun ishlari komitetining katibi Chen Wenqing atalmish Şinjanni ziyorat qilib, Xitoy tilini qo'llanishga va atalmish terrorlikning alomatlarini yo'qotishga chaqirgan. Xitoy siyosiy xabar to'rining 14 aprel kunidagi xabarda aytilishicha, tajovuzchi Xitoyning Zuani Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Chin oldingi payshanba kunidan yakshanba kunigacha bo'lgan oraliqda atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonini ziyorat qilganda, yerlik bexatarlik organlarini ijtimoiy muqimlik va uzun muddatlik tinchlikqa ahamiyat berib, terrorlikqa qarshi turishning qonunliq va normallashganligini yanglab, atalmish Şinjanning muqimligini saqlashga chaqirgan. Chin atalmish Şinjanning Urumchi, Qashqar va Aqsu shaharlarini ziyorat qilib, oshqin ideologiyani davomli yo'qotish kerakligini ta'kidlagan. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi buningga qattiq raddiya berib, Xitoyning yuqori darajalik bexatarlik ministri Chen Wenqing ishg'ol qilingan Sharqi Turkistonni ziyorat qilib, terrorlikqa qarshi kurash qilish xato bayonlari orqali assimilyatsiya qilish, ideologiyalik kontrol qilish, qalaymaqon nazorat qilish, siyosiy terrorlikni kuchaytirishni o'ttirg'a qo'ygan. Bular siyosat emas, bular mustamlika kontroli va irqiy qirg'inchilikdan iborat. Xitoy 2014 yili xalq urushini qo'zg'agandan buyon Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata davlat terrorizmi va irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Ya'ni qalaymaqon tutqun qilib, nazarband ostiga oldi. Majburiy tug'mas qilibdi, qul amgikiga soldi, organlarini yig'ib oldi. Millatimizning kultural va jismoniy mavjudligini yo'qotdi. Sharqi Turkistondagi terrorizm faqat davlat terrorizmidir. Beyjingning 2025 yilini atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining 75 yillik qilib tuzib chiqqan programmasini rad qilamiz. Chet elning harbiy ishg'oliyati ostida avtonomiya bo'lmaydi. Bu yil Xitoyning Sharqi Turkistonni qonunsiz ishg'ol, mustamlika va irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligining 75 yilligi. Biz xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikning manbasi bo'lgan Xitoyning Sharqi Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati bilan yuzlashishga, mos qadamlik jazolashga, Sharqi Turkistonning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash haqqini, mustaqilligini va o'rlikka erishish ko'rishini qo'llashga chaqiramiz dedi. Divan palatasiga millat vakili Stefan Van Berli tarafidan 9 aprel kuni sunilgan vatanimizning nomini Sharqi Turkiston deb atashni talab qilgan taklif 15 aprel kuni Avam palatasi tarafidan rad qilingan. Sharqi Turkiston surgundi hukumati, Sharqi Turkiston surgundi parlamenti buningga qarata qarshilik bildirib axborot e'lon qilib mundaq dedi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati Avam palatasining 2025 yili 15 apreldagi parlament a'zosi Stefan Van Berlinning 9 aprel sungan tashabbusini rad qilish to'g'risidagi numussiz qarorini kuchlik ayblaydi va cho'nqur umidsizlanganligini bildirdi. Bu harakat Gollandiyani ishg'ol ostidagi vatanimizning ismini Sharqi Turkiston deb atashni talab qiladi. Tarixiy adolatsizlikka qarshi turish, milliy kimlik, mustamlikchilik va axloq majburiyati masalasi. Biz Avam palatasining Sharqi Turkistonda davomlashayotgan krizisni hal qilish uchun muhim tadbirlarni qo'llanganligidan mamnun bo'ldik va qadrlaymiz. 2021 yili 2 oyda Gollandiya dunyodagi tunji bo'lib ishg'ol qilingan Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qilgan parlamentlarning biriga aylandi. Yaqında inson haqlariga daxli ta'ruz qilganlarni jazolash, Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali ishlangan mahsulotlarni cheklash, Xitoyning mas'uliyatini surishti qilish uchun Yevropa Birligining kuchli harakat qo'llanishidek takliflarni ma'qullandi. Bu tadbirlar muhim bo'lsa-mu, ular masalaning yiltizi, ya'ni Xitoyning ishg'oliyati va mustamlikasiga qarshi kurash qilishda mag'lub bo'ldi. Bu qadamlarni elishda bu irqiy qirg'inchilik yuz bergan davlatning haqiqiy ismini ishlatishni rad qilish, axloqiy zidlik va siyosiy munofiqlikda kishini hayron qoldiradigan bir harakat. Majlisning qo'llanishni davom qilmoqchi bo'lgan Jahongir Xitoy Kompartiyasi qo'ygan mustamlika ism Şinjan vatanimizning nomi emas.
Vatanimiz Sharq Turkistonning harbiy bo'ysundirilishi va qonunsiz ishg'olidan keyin Manju imperiyasi tarafidan 1884-yili berilgan ishg'oliyatni 1893-yildan boshlab inglizcha xitoycha lug'atga kirgizilgan bo'lib, yangi territoriya yoki mustamlika ma'nosini bildirdi. Uni davomli qo'llanish ishg'oliyatni qonunlashtirish, mustamlikachilikni tasdiqlash va milliy kimligimizni yo'qotishga yaraydi. 1884-yildagi Manju Chang sulolasi Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olgandan keyin toki Xitoy Kompartiyasi 1949-yili og'dirganga qadar xalqimiz 1933-yili va 1944-yili jami 2 qatim jumhuriyatni e'lon qildi. Bu William Van Aplisning Gollandiya xalqi uchun qilgan kurashlariga o'xshaydi. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish, ammo ziyonkashlikka uchrag'uvchilar va ularning davlatlarining ismini to'g'ri atashni rad qilish ham adolatsizlik, ham sheriklik. Biz Gollandiya xalqini erkinlik uchun emas, balki haqiqatni so'zlash va mustaqillikni asliga keltirish huquqi uchunmi Ispaniya imperiyasiga qarshi so'zlagan Aplis'in Williamning mirosini xotirlaymiz. Bu miros hozir mustamlikachilik va chet elning hukmronligiga qarshi ishg'olchilar va mustamlikachilarning tilini qo'llaydigan parlament bilan ziddiyatlashmoqda. Gollandiya o'ziga chet el ishg'oliyati ostidagi yangi mustamlika yoki yangi territoriya deb nom qo'yishni qabul qilamdi. Biz Stefan Van Barlenni o'z uyg'unligi uchun emas, balki prinsipda ching turganligi uchun hurmatlaymiz. U xalqimiz tarafidan haqiqat va adolatning qo'g'dug'uchisi sifatida aslanadi. Bu harakatga qarshi bilet tashlaganlardan tarixiy xatolikni tuzatishini so'raymiz. Parlamentingiz yo'qotgan g'urur, shon-sharafni asliga keltiring. So'zlaringizni qimmat qarashlaringiz bilan moslashtiring. Haqiqiy ismimiz, millatimizni to'ning. Mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilikqa qarshi ekanligingizni isbotlang. Bizning davlatimiz Shinjang emas, balki Sharq Turkiston. Gerçi ishg'ol qilingan bo'lsa-mu, asla o'chirilmagan dedi. Abadiy kurash va tiz bukmas jihad ro'yi. Mustamlikachilarning ma'naviyatimizga bosib kiralgan kuni bizni mag'lub qilishda ustunlik egallagan kunidir. Ikkilanish muvaffaqiyat yo'liga silingan eng cho'ng to'saqdir. Unutma. İradangni sundurolmagan har qandaq zarba seni kuch-quvvatga to'ldiradi. G'ururliq bo'l. Qandaq vaziyatga tushib qolishingdan qat'iy nazar asla bo'yin egma. Chunki ikkinchi rat qayta bosh ko'tarish fursating kelishi natayin. Men o'zimning bu hayotda hurlik haqqining borligiga, vatanimda hur yashash haqqimning borligiga ishonaman. Mendagi bu ishonch dunyodagi barliq qurol-yaroqning kuchidan qatma-qat ustundir. İnsanlar o'g'irlik, bulangchiliklarga qarshi kurashga otlanishi mumkin. Lekin bu kurashlar ko'zlangan ish hosil qilishi bilan to'xtaydi. Biroq vatan uchun elib berilgan urushlar undaq emas. Hurlik yo'lidagi bu xil kurash toki nihoyiy g'alabasini tamomlaganga qadar o'zliksiz davomlashib turadi. Bizmi urush qilyapmiz. Sababi dinimiz va hurligimiz uchun jihad qilish majburiyatimiz bor. Toki ishg'olchilarni qo'g'lab chiqargan yoki o'lim bizni topganga qadar. Bizning buningdan boshqa tanlash yo'limiz yo'q. Shubhisizki biz Allohning igdorchiligidamiz va Allohga jazman qaytquchilarmiz. Biz mangu taslim bo'lmaymiz. Ya g'olib kelamiz yoki bu yo'lda o'limiz. Şehitler piri, mücahitler atamani, Çöl Arslanı kabi sifatlarga sazovar mashhur islom qahramoni Ömer Muxtar. Şehitler piri, mücahitler atamani, Çöl Arslanı kabi sifatlarga sazovar mashhur islom qahramoni Ömer Muxtarning so'zlaridan o'zinde. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.